sahobatchilardan yoshroq bir sahobiy: "Ya Rasululloh, sizni ahboblaringiz biz emasmizmi?" Dedilar. "Yo'q" dedilar. "Sizlar meni ashoblarimsizlar, do'stlarim, yaqinlarimsizlar. Meni qalbimni to'rida bitib qo'ygan ahboblarim, meni eng yaxshi ko'rganlarim oxir zamonda keladi" dedilar. Ular meni ko'rmasdan iymon keltiradilar. Meni bir bor ko'rishlik uchun butun borini yo'g'ini fido qilishga tayyor bo'ladilar. Ular meni ko'rmasada sog'inib yig'lashadi. Men ham ularni sog'indim deb yig'laganlar. 1400 yil muqaddam bizni ko'rishlikda sog'inib yig'lagan zotni huzur shariflariga kelyapmiz azizlar. Ya Rasululloh, bundan bir qancha asrlar muqaddam siz meni ko'rishlikni ishtiyoqida yig'lagan ekansiz. Mana keldim deb kiraylik huzur shariflariga. Sizni sog'intirgan bu nodon ummatingiz gunohlarini ko'paytirib, yuzlarini qoraytirib, qalbini qasovatga to'ldirib keldi. Endi bunga bir chora bering ya Rasululloh. Shafaat qiling ya Rasululloh. Allohdan bu bechora qulni kechirishligini so'rab bering ya Rasululloh deb kiraylik huzurlariga. Ana shunda inshaalloh payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom ham bizni haqqimizda tavba istig'for qiladilar. Alloh taolo albatta qabul qiladi. Bunga hech shak shubha yo'q. Butkul onadan tug'ilgan kunimizda qanday pokiza bo'lsak, ana shunday holatda chiqishlikning imkonini eshigiga keldik azizlar. Mana shu eshikdan poklangan holatda chiqaylik endi. Mana shu eshikdan Allohning rahmati, mag'firatini qozongan holatda chiqaylik azizlar. Alloh taolo bu Madina Munawvaradagi har bir qadamlarimizni, har bir onimizni, nafaslarimizni o'zi qutlik muborak aylasin. Yana qayta o'zini Habibini huzurlariga, o'zini baytini tavofiga hammalarimizni o'zi nasib qilsin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum. Ko'p salovatlarni aytib boraylik azizlar.